Barselona Camp Nou'ga qaytgan kechada avval sabr qildi, keyin esa chempiondek zarba berdi. Ikkinchi bo'limdagi 3 ta gol ularni yana La Liga yetakchisiga olib chiqdi. Uchrashuv oldidan vaziyat aniq edi. Kecha Real Madrid Villarrealni mag'lub etib, Barselonani turnir jadvalida 2-o'ringa tushirib yuborgan edi. Bugungi g'alaba kataloniyaliklarni yana 1-o'ringa qaytarardi. Hansi Flick Barselonani 4-2-3-1 sxemasida maydonga tushirdi. Real Oviedo ham xuddi shu 4-2-3-1 tizimini tanladi. O'yin Oviedoning kutilmaganda faol boshlashi bilan start oldi. Mehmonlar dastlabki daqiqalardanoq bosim qildi. Chayra Vinasni vaziyatga chiqarishga urindi, ammo ofsayd qayd etildi. Hasan o'ng qanotda juda faol bo'lib, uzoq masofadan bir necha bor zarba berdi va Joan Garcia'ni hushyorlikka majbur qildi. Oviedo sentyabr oyidan beri g'alaba qozona olmayotgan bo'lsa-da, maydonda jur'atsiz ko'rinmadi. Barselona esa asta-sekin o'yinni o'z nazoratiga ola boshladi. Olmo va Yamal orqali hujumlar qurildi. Lewandowski bir necha bor havodagi kurashlarda imkoniyat topdi. Biroq Eskandel darvozada ishonchli harakat qildi. Birinchi bo'lim davomida Barselona ustunlikka ega bo'lsa-da, hisob ochilmadi va jamoalar tanaffusga golsiz yo'l oldi. Ikkinchi bo'limda o'yin manzarasi butunlay o'zgardi. 52-daqiqada Lamine Yamal Karmoga kuchli bosim o'tkazdi. Himoyachi to'pni to'liq nazorat qila olmadi va u Dani Olmoga kelib tushdi. Olmo sovuqqonlik bilan Eskandelni aldab o'tdi va hisobni ochdi. 1-0. Bu uning joriy mavsumdagi La Ligadagi 6-goli bo'ldi. Gol Oviedoni yanada xatolarga majbur qildi. 57-daqiqada Sardar Kostas orqaga pas berishga urindi, ammo Rafinha buni sezdi. To'pni ilib ketdi va darvozabon ustidan aniq zarba bilan hisobni 2-0 ga yetkazdi. Bu braziliyalik futbolchining mavsumdagi 8-La Liga goli edi. Ikki tezkor goldan so'ng Barselona to'liq ustunlikni qo'lga oldi. To'p nazorati 72% ga yetdi. Oviedo esa asta-sekin o'yindan chiqib qoldi. 73-daqiqada esa uchrashuvning eng chiroyli lahzasi yuz berdi. Olmodan pas olgan Lamine Yamal mukammal vaqt tanlab, texnik zarba bilan to'pni pastki burchakka joyladi. 3-0. Bu 18 yoshli futbolchining La Ligadagi 9-goli bo'ldi. Qiziq jihati shundaki, gol urgan 3 futbolchi ham keyin zaxiraga olindi. 52-daqiqada gol urgan Olmo 75-daqiqada almashtirildi. 57-daqiqada gol urgan Rafinha 60-daqiqada zaxiraga olindi. 73-daqiqada gol urgan Lamine Yamal 79-daqiqada maydonni tark etdi. So'nggi daqiqalarda Barselona o'yinni to'liq nazorat qildi. To'pni bemalol aylantirdi va Oviedoga real imkoniyat bermadi. Uchrashuv 3-0 hisobida yakunlandi va bu g'alaba Barselonani 52 ochko bilan yana La Liga turnir jadvalining birinchi pog'onasiga olib chiqdi. Real Madrid esa 1 ochko ortda qoldi. Savol: agar Barselona ikkinchi bo'limlarda shu darajadagi bosim va aniqlikni saqlab qolsa, bu mavsumda ularni chempionlikdan kim to'xtata oladi?